Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana 2025-yil 2-iyun may oyida pishgan shoptollar, hozir pishayotgan shoptollar, ketma-ketlikda pishgan shoptollarni bitta joyga jamladik. Buni ko'chatlarni ham tayyorlaganmiz. Mana valavoy gilosimiz, gilos mahallada pishgan shoptollarimiz. Shu 7 xil shoptolimizni sortlarini tayyorlaganmiz. Bu eng erta pishadigan mayski shoptoli deymiz. Eng erta pishib bundan oldin pishadigan shoptoli yo'q. Hali bo'lsa biz bilmaymiz. Hozircha O'zbekistonda eng erta pishayotgan shoptoli shu, mayski shoptoli deymiz. 10-maydan 25-maygacha uzib sotilib tugadi. Bu maygares shoptoli. Mana buni to'ntoq bo'ladi, rangi pushtiroq bo'ladi, qizil aralash. Bu ham 15-maydan 25-maygacha sotib tugatildi. Bu Ufa anjir shoptolisi. Mana shu 30-maylarda uzildi, hozir ham uzilyapti. Bu baxmal qizil bo'lib ketadi, yirik bo'lib, yaxshi shoptoli. Bu mana eng ertaki oqlisi shoptoli. Mana shu kunlarda 2-iyunda pishgan holati. Bu Britileyn shoptolisi. Mana buni burni ichiga kirgan, 9 rang bo'lib ketadi. Xudo xolasa buni ko'chatlarni ham tayyorlaganmiz. Ananasdan keladi. Bu mana mashhur bo'layotgan Big Ben shoptolisi. Xudo xolasa 5-iyunlarga pishib beradi. Xudo xolasa hali yetilgani yo'q. Bu mana Donald shoptolimiz. Tushuz anjir shoptolisi. Xudo xolasa bu sredniy bo'ladi, ichi oq chiqadi. Xudo xolasa buni ko'chatlarni kuzga tayyorlaganmiz. Nomerimiz 97 662 22 8. Mana shu nomerda bo'lamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bilan payvand qiling, 26-yilga ko'chatni tayyorlaymiz.